Assalomu alaykum amaldorlar, sizlar bilan yana Vayro YouTube kanali. Bugungi videomizda ham zadaniyani ko'rsatib o'taman va kechagi temani ham muhokama qilamiz. Qaysi zadaniya desanglar, vazifalar bo'limida oxirida mahsulotlarni qanchadir miqdorda soting degan zadaniya bor. Ko'pchilik tushunmayotgan, shuni mana shu yerda bajarasizlar. Avtobus, fermada ishlatganingizda sizlarga mana shunaqa narsalar beradi, o'sha avtomatik hammada bo'ladi. Shundan birontasini 5 minutlik sotasizlar bo'ldi. Zadaniya bajariladi. Konkurs masalasiga kelsak, kecha problemalar bilan konkurs admin bo'lib ketdi. Shu o'zimda ham muammo, bolalar ham ozgina problema qildi, shuning uchun muammo bo'lib ketdi. Hozir konkursni qaytadan qilamiz. 26-kuni 22:00 da boshlaymiz endi bu safar. 22:00 da boshlaymiz 26 avgust kuni. Hop, shartlarda 1, 2, 3 shartni yo'qotamiz va faqat 4-shart bo'ladi, bo'ldi. 1, 2, 3 o'ringa mashinani beraman. 4-shartimiz shu Edavodan inkizatorgacha borib, inkizator formasida mashinasida qaytib kelish kerak bo'ladi. Birinchi qaytib kelgan 1, 2, 3 ga sovrin topshiramiz. Sovrinlar o'sha oldingi konkursda aytgan sovrinlarim beriladi. Itak videoga kim ko'p komment yozsa va 20 ta like yig'ilsa, konkurs qilinadi 26 avgustgacha video. Itak eng ko'p komment yozgan odamga ham priz qo'shib beriladi 500 ga. Hop, video shartlari shunaqa: 26 avgustgacha 10-level bo'lmaganlar bu olishi mumkin qilib. Kecha 1-2 talar keldi, 4, 5, 6-o'rinda. Ular avtomatik chiqib ketdi, chunki inkizator zadaniyasida o'tolmaydi ular. Shuning uchun qolsanglar bo'ladi. Hamma narsani sotib chiqdim, normal pul bo'lib qoldi. Unda ancha bor ekan, lekin limit bor ekanda 6 dona hozir sotish mumkin bundan ham. Menda 17 ta bor ekan. Sotish limiti 20 ta emas, 6 ta ekan bir kunda. Xo'p, shuni sotsanglar bu zadaniyani ham bajarib olsanglar bo'ladi. Itak sizlarga maslahat beraman. Agar sovrinlarni hammasini ochmoqchi bo'lsanglar, mana konteynerdagi hamma mashinani olmoqchi bo'lsanglar, shunchaki tekin GS berayotgan vaqt o'sha GSni yig'ib, hamma zadaniyani qilib bo'lgandan keyin 500 GSga restart qilib